Shu xabar musofirlar ogoh bo'lamiz. Rossiyaning Nijnogor shahrida 2007-yilda tug'ilgan Tojikiston fuqarosi Rustam 6 yilga qamalib ketdi. Nima sababdan qamalganini aytib o'tsam, hammang hayratda qolasizlar. Bu videomizni ko'proq musofirlar ko'rish uchun 100 mingta like bo'lishga yordam qiling. Like'ni o'zim aktivim uchun so'ramadim. Ko'proq musofir ogoh bo'lish uchun so'radim. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Обязательно Rossiyada ishlab yurgan do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'ying. Bilasizlar, biz Rossiyadagi deport zapretlarni Moskvadagi advokatlarimiz bilan tekshiramiz va ochiladiganlarni sud orqali ochib beramiz. Bizga Tojikiston fuqarolari ham pasportini tashiydi, deport zapretlarini tekshirib bering deb. O'sha payt bitta Tojikiston fuqaro, ya'ni bizga deport zapretlarini tekshirtirgan, ya'ni bizani mijoz bizga bu xabarni yetirdi. Voqea shundoq bo'lgan. 2025-yil 7-iyun kuni Rustam plyajda dam olib yurgan. Bilasizlar, Nijnogor shahrida Volga daryosi o'tgan. O'sha plyajda dam olib yurgan paytida yerda iPhone 16 Pro Max telefoni yotgan, ochiq holda bo'lgan. Telefonni olgan va bu telefonni yoqish uchun ataylab do'kondan zaryadchik ham sotib olgan va kvartirasiga borib telefonni zaryadga to'ldirib telefonni yoqqan. Telefonni ochib bilmagan, paroli bo'lgan. Oradan 1 soat 2 soat o'tmay MVD xodimlari buni ushlab olib ketishgan Abdilga. Politsiya Rustamga Rossiya Federatsiyasining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ya'ni katta miqdordagi o'g'irlik. iPhone 16 Pro Max bilasizlar, Rossiyada 100 ming rubldan qimmat telefon hisoblanadi. Ya'ni katta miqdordagi o'g'irlik deb 2 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi bo'ladi. Albatta miqdorga qarab, katta miqdordagi telefon bo'lgani uchun 6 yilga qamab yuborishgan. Hurmatli obunachilarimiz, bunaqa xato ishni siz qilmang. Agar telefon ko'rib qolsangiz, ko'cha ko'ydayotgan farqi yo'q. Shunaqa gadjetlarni kisangizga olmang, solmang, olib ketmang. Yerda qandoq yotgan bo'lsa, shundoq yotsin. Balkim bu pastava uchun tashlab ketgandir. Kimki bo'lsa ham olmang, yerda yotgan narsa yerda yotsin. Hurmatli obunachilarimiz, ogoh bo'lamiz. Ogohlik davr talabi.